O'zbek to'ppisining tasviri tushirilgan mana bu ayollar sumkasi dunyoning eng mashhur podiumlaridan biri New York Fashion'da namoyish etilgan desam ishonasizmi? Ha, bu aynan Yarin Tekstil Fotima brendi asosida chiqazilgan sumkalardir. Va bu mahsulotlar chet ellik mijozlarga ma'qul kelib, 2023-yil fevral oyidan shu kunga qadar hamkorlik asosida ishlab kelinmoqda. Yarin Tekstil Fotima brendi quyidagi chet el davlatlari bilan eksportlar amalga oshiradi. Birlashgan Arab Amirligi Abu Dabi shahriga va Amerikaning Pensilvaniya, Florida va New York shtatiga, Yevropaning Shvetsariya davlatiga, Koreya va Xitoy davlatiga va yarim tayyor mahsulotlarning eng ko'p qismi Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston davlatlariga eksport qilinadi. Qurbon va Fotima Halimovna rahbarligidagi Hunarmandchilik markazining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bugungi kunda ip o'rash texnologiyasi bo'yicha apparatda Toshkentda 13 ta, Farg'onada 15 ta va Andijon viloyatida esa 10 ta ayollar ish bilan ta'minlangan. Qo'lda o'rash bo'yicha 100 ta ayollar esa yollanma ishchi sifatida ish bilan ta'minlangan. Iplarni sifatini tekshirish bo'yicha 3 ta, fanerlarga ishlov berish bo'yicha Toshkentda 5 ta, Farg'onada esa 5 ta erkak yollanma ishchi sifatida ish bilan ta'minlangan. Qahramonimiz Fotima Qurbonova 1985-yil 29-mart kuni tavallud topgan. 2009-yil O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakultetini tamomlagan. Va shu yili Toshkent davlat turizm kasb-hunar kollejida kimyo fani o'qituvchisi lavozimida ish faoliyatini olib borgan. Shu kollejda 2011-2012-yil dekan lavozimida ish faoliyatini olib borgan va 2013-yil Toshkent davlat jahon tillari litseyida kimyo o'qituvchisi va Komolot yoshlar ijtimoiy harakati rahbari lavozimida ham ishlagan va 2017-2021-yil Toshkent davlat ichki ishlar bo'limining 1-son akademik litseyida kimyo fan o'qituvchisi lavozimida ishlagan. Fotima Qurbonova shu ish faoliyatdan onalik ta'tiliga chiqib, hozirda 2 nafar o'g'il va qiz farzandlarning mehribon onasi. Va u 2023-yil Respublika hunarmandchilik uyushmasida kashtachilik yo'nalishi a'zosi bo'lib, hozirgi kunga qadar shu yo'nalishda o'z ish faoliyatini amalga oshirib, shogird an'anasi kashtachilikning to'quvchilik yo'nalishi bo'yicha 3011 ta malakali shogirdlar chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Yarin Tekstil Fotima bir qator xalqaro ko'rgazmalarda qatnashib, yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Yarin Tekstil Fotima tovar belgisi va xizmat ko'rsatishning 12 ta sinfi asosida o'z faoliyatini amalga oshiradi.